Hoş. Nimişki yo'qligini biz nimişki mustaqil bo'lanmaydiganimizni ko'rsatmaylik. Ya indigenous people degan zaten mustaqil bo'lanmaydi. Uni talash tortish qilgan bo'lsangiz, siz qonunni boshqa yerda o'qibsiz. Ya'ni o'qimabsiz. Indigenous people deganning nimaligini bir tushuning oldida so'zmi-so'z. 3 soat so'zladim. Bu odamlarning mustaqil bo'lish huquqi yo'q. Haldiki Aziz Isa degan efendim, avu nimalikı Barbadosmi? Barbados. Şu yerda mustaqil bo'ldi, bular jumhuriyat bo'ldi. Shuning uchun bu indigenous people'lar davlat qurdi deb yuribdi adam, Xudoga tövbe. Haram Aziz Isa efendim, biz hatta Avustraliyami bir indigenous people rayoniga biz davlat qura olaydi ekan. Bir nimalarni deb shunday. Haram Aziz Isa efendim. Barbados olsun yoki biz olaylik, Kanada olsun, yana bir olsun, hammasi bir sovereign state, mustaqil davlat. Ama bu devletning rejimi nima, ichidagi rejim nima desangiz, biz podshohlikning umumyuzlik birga kelgan hammamiz Commonwealth'ning bir parchasi yani. Podshohlikning bir parchasi. Biz sizlarning subjectinglar emas. Yani sizlarning qulinglar emas. Yani podshohlik o'rnida subject bo'ladi, biz qul bo'lamiz-da, yani yoshlarning kölesi yoki yoshlarning adimi. Ama biz sizlarning subjecting emas, biz citizen. Yani bu yerda davlatlish bo'lgan yerlar bu. Endi şu birleşme padişahlıktan meyli Barbados çıkamdı, meyli Kanada çıkamdı. Kim çıkesse zaten müstakil devlet olan birisi çıkesse rejim almışıdı. Padişahlık Commonwealth birliğinden çıkanlar Cumhuriyet oludu, Republic. Yani muşunu bilmeyi İngiltere'de 30 yıl oturup tayin yok bizimini izip jüriydi adam. Mesela Barbados mu Commonwealth'ın bir parçası gibi müstakil devlet idi. Ama Commonwealth'ın çıktı Cumhuriyet oldu, Republic. Avustraliya mı? Hazırki Angliyanın kanışı Elizabeth'nin ölüşünü saklamak emas. Elizabeth ölgen günü Avustraliya mı çıktı da Commonwealth'ın Cumhuriyet olumuz biz mi? Şunun için devlet bilen devletinin rejimini, devlet sistemini ikisini aramak gibi. Barbados bir indigenous people'lar devlet olmadı. Commonwealth'ın içinde var. Bir devlet Commonwealth'tan ayrılıp Republic oldu, Cumhuriyet. Amerika'ya okşar. Amerika'nın bir cumhuriyet. İlki bir nimba bu. İlki bir hikaye, ilki bir sedepto. Nimide Yunanistan'da bir ayağının aldığı bir şeytan çıktı. Kızımın soyumu savunmaydı depto. Hem de soyayı depto. Asmanda öşkü çıktı. Doğru mu dese sualının değerini tüzdüme o nimemez. Şeytan emas, Cebrail aleyhisselam kız emas, oğlu, öşk emas, qo'shqa deydigan bir nima bu? Şunun o'xshash, bu bizning mashchilar bir narsa desichu qayerni tuzitishni bilmay qolamiz biz. Hamma yeri xato. Shuning uchun bir rejim degan nima, davlat rejimi degan nima, davlat degan nima, sovereign state degan nima, rejim degan nima bir uyg'unlar ya. Qalay bu millatning qalaymiqan qilib Abi yıkın ekelsiniz hem de üstüdeki nimige. Şu üstüdeki birinci kağıt Dünya Uygur Kurultayı'nın bütün halkımızdan kat mehbi uyuşurup gelken nizamnaması. Bu nizamnamasıga qarasınız, şu Dünya Uygur Kurultayı'nın nizamnaması. Tamam. Bunun 3. maddesi qarasınız deydir ki Şarkı Türkistan halkının insan hukuklarını qo'g'dash, demokratiya barpo qilish, yani ötüm halkımızın öz takdirini özü belgilash hukukunu qo'lga keltirish uchun harakat qilgan. Dünya Uygur Kurultayı'nın g'oyasi abu bizni tillagan milliy asonlik bo'lgunchi degan yolg'on xabardim deydi ki Dünya Uygur Kurultayı'nın g'oyasi ishg'ol ostidagi davlatimizni asliga keltirish to'simi bularni avtonomiyachi deb tilladı deydi. Yo sizlarning g'oyanglar unda emas. Sizlarning g'oyanglar o'z taqdirini o'zi belgilash. Endi misolan deptagimda yozib qo'yib, bunda qilavergan bo'lmamdi. Yo'q, u g'oyangizni o'zgartirmaysiz. Masalan, Hamasning g'oyasi bor, Isroilni biroq yo'q qo'yamiz degan. Deptagimda yozib qo'yib boshqa ishni qilg'izdimi? Hozir g'arb davlatlarining birinchi deydigan narsasi Hamas Isroilni yo'q qilishni nizomnomasiga yoziblik deydi. Buningdan da qutlanmaysiz.
Onundan keyin bu yerdeki mesele nima deseniz, öz taqdirini özü belgilash yo'lida mansınız meyli. Ben aldığım programda dedim bu yerde asli mesele yok. Ama indigenous people buluverip, Tamam. 4. maddesi qarısınız, 4. maddesi qarısınız. Öyle ben kanun okudum, malani okusam bundan iş yok degan qerinishim. Kanunni mandat sözleysiz, mançıcı madda deb. 4. maddesi qarsanız biz barliq Sharq Turkistonliklarga vakillik qildigan xalqarodagi birdan-bir to'liq huquqli organ deydi. Bu huquqni sana kim berdi? Ali organı dedi. Huquqli oliy organ ha. Ya'ni bu 4. maddesi bilan 3. maddesini qo'shsangiz nima bo'ldi desangiz, biz xalqarodagi birdan-bir to'liq huquqli oliy organ bo'ladi. Ikkinchisi biz o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida mangimiz bo'ladi. Endi 2007 yıl çıkan Indigenous People kanununun 3. ve 4. uya düşmeyi duran Ahmetcan. Hem de Indigenous People kanununun 3. ve 4. maddesindeydi. Indigenous People'ların öz taqdirini öz belgileş hukuku, avtonomiye alıdığan işki öz taqdirini öz belgileş hukuku deydi. Yani 2007 yıl çıkan Indigenous People'ın 3. 4. maddesi ve Dünya Uygur Kurultayı'nın nizamnamesinün 3. ve 4. maddesi 4 maddenin bir yeri. Toplasanız çıkıdığan mana şu. Biz avtonomiya yolunu ketyapmiz. Öyle. Bundan başka mana çıkmaydı. Hem de nizamnameler bu. Mal 10 terpiga ötkürsünüz. Hazır görürsünüz ki Dolkun İsa Efendim'in mal 10 terpiga resmi. Bu nizamlarning manda bizning konu Uyg'urcha asli yozig'imiz bo'yicha yozilgan nusxasi yo'qmi ekan? Onu bilmeyim, ben İngilizce bilen bu şöyle bağımında. Ola adette şunu asas alırdı bu. Latincini. Onun ki ben 10 terpiga karısımız nimide Dolkun İsa Efendim deydi. Bizning maqsadimiz mustaqillik deydi. Nizamname'den da emas. Nizamname'larda öz taqdirini öz belgilash, hem indigenous people bulup alsanlar, işki öz taqdirini öz belgilash yoludu. Avtonomiya yolu mingyapsizlar. Onundan bu Uyg'urchada Ig'izda mustaqillik, nizamnamada öz taqdirini öz belgilash, hem de asli uchun inglizchada nimda İngilizce'de avtonomiya. Av sol tarafga o'tib İngilizce dokladlash qizil chizib qo'ygan yiqildim. İngilizce'de avtonomiya ilişimiz gerekli. Oçuk devam etsizler. Yani nizamdan öz taqdirini öz belgilash. Reisimning tabulunga qistalga vaqtida deydigan gibi mustaqillik, İngilizce'de avtonomiya emiyadi. Bir savol so'rayman. Bu bizga qo'y manda qilib nima qiladi? Masalan, pul yurayotgan yerga pul ilayotgan, yardım ilayotgan yoki mushu yo'lni mansang anakan qo'llayman deb beshinchilayotgan mashoyixlar bizning xalqimizga manda mustaqillik bu deb da'vatgan chog'dagi kitoblarni ular qanday tushuntirdi qanda? Ya onun çatı yok. O qarang bandacho. Yo'q, demak shularga mushuni qanday tushuntirdi bo'lmasa, masalan manda deydi, a yerga an yozsa, mesela ma qizil ko'yisliga yerga ma yerga yozsa, mustaqillik degan gapni yozsa, ma nimaninki yo'li taqiladi deydi. Shunami? Taqiladi. Ammo desda qolmandi. Qarang Ahmetcan. Erdoğan o'tganda munda dedi. Avustraliyalik birisi aşağı beribdiki terrorchi dedimi bizimga yordam qil deb qo'g'lab aytgan nimada saylan vaqti aldığım Cumhuriyet saylan vaqtida Erdoğan bana bir gap qildi. Avustraliyaliklar bu yerga kelgan Avustraliyalik haddini bilmasa, ecdadını biz qandaq qo'g'lagan bo'lsak, shundoq qo'g'laymiz dedi Erdoğan. Deganda bunun ertesi günsi Avustraliya Türkiye'ye diplomatik notu topshirdi. Miyadagi bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Sen nimda atsa dedi. Bularning degan gapi nima bilamsiz? Elchisini Miyadagi Türkiye'nin bosh elchisini Erdoğan uni ichki siyosat uchun degandi. Sizlar xato tushunib qolmanglar, diplomatik darajaga ko'tarmanglar. Ichki siyosat uchun deyilgan gapdi deb turibdi. Ya'ni devletlerin siyasetçileri ichki siyosatida yengiman deb xalqiga o'z gazni berdi, shundan so'zlaydi. Xalqaro sahnaga chiqqan vaqtida ey Almanya, bir narsa tugaydi-chu, xalqaro sahnada ular yo'qolib ketdi, kirdi g'ayri ketdi, xalqaro sahnada boshqacha o'tirdi. Shuning uchun bu
Dokun İsa Efendimlerinin Uygurlarga vay müstakillik, vay bijimi degan gaplarını ene diyorsa hemisi to'g'ri tushunadi xalqning so'zga solgan gap deb. Bunda Erdo'g'anning Avstraliyaliklarni ejdarga o'xshash qo'g'limiz deganning saylanmış uchun bir so'z ekanligini biladi hammadan. Shuning uchun bunimi hammadan biladi. Siz anglamadingiz, ama javobimni takrorlamayman. O'tib ketaveramiz, xalq angladi demoqchi edim. Tamam. Yani mesele şu. Nizamnamada üstadını öz belgileş, Uygurca sözlügen tabulun kıstalganda müstakillik, İngilizce'de abdonomiya deb mengwatıdırızdan teşkilat. Bizning iddiarımız şu, bu aldamçılık to'xtatish kerak. Nizamnamangda nim bo'lsa, tilingdimi shuni de, inglizchedimi shuni de, uyg'urchedimi shuni de, bir yo'lingda man. Amma nizamnoma boshqa narsa yozib qo'yib, Uygurca'da müstakillik deb İngilizce'deki materyallarda yoki medialarda Abdun Nuri Türkel efendim bu yerdildi mi cuma El Cezeri'de mi dedi okşaş abdunamiyani nime deme dedi ya bu. Nime Channel Photo'u deyme 4. kanalda. Yani bularning bir nimesi var hazır men vatkan İngilizce abdunamiya deymiz, dokladlarda abdunamiya deb yazımız. Nizamnamada o'zlarini o'z belgilash, xalqning oldiga chiqqanda test kelganda mustaqillik. Baş Kanada'daki biz müstakillik yolda mevvatimiz diyen gibi onu İngilizce de bakay. Doktor İsa Efendim. Bir İngilizce de bakay kör bakaydı. Şu. Emdi en ahirki belki özsek